birinchi kelganimizda o'zida qizim 6-7 kunlarda mustaqil o'tira boshladi. Biz Qashqadaryodan BMP klinikasiga 5-marotaba kelishimiz. Qizim Xayrullayeva Sevinch hozirda TMS muolajasini olmoqda. Biz birinchi marta BMP klinikasiga kelganimizda qizim Sevinch mustaqil o'tirishni bilmasdi. O'zi mustaqil emaklamasdi. Birinchi kelganimizda o'zida qizim 6-7 kunlarda mustaqil o'tira boshladi. Ikkinchi kelganimizda, licheniyamizga kelganimizda esa qizim bemalol o'ziga kerakli narsalar uchun siljiydigan bo'ldi va mana hozir 5-marta kelishimiz. Bu yerda kelishimizdan oldin qizim o'zi mustaqil, hozir to'rt oyoqlab emaklab yurmoqda. So'zlari chiqqan. TMS muolajasini olganimizdan so'ng ongi jihatdan ham, aqliy jihatdan ham ozroq o'zgarish sezilgan. Sevinchning tashxisi gidrosefaliya, 2 marotaba shuntlash muolajasini, operatsiyasini o'tkazgan. Hozirda 3,5 yoshda. BMP klinikasini barchangizga tavsiya qilib qolaman.